Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz vlog boshlashga qaror qildik. Hozir bilan mana voyat. To'g'ri, birinchi vlogimiz juda ham kulgili, dabdala bo'lishi mumkin, lekin bilmadim. Baribir sinab ko'rishimiz kerak. Hozir yoshimiz 20 da. Keyinchalik fikrlarimiz o'zgarib ketishi mumkin. O'zgarish uchun qanaqadir sabab kerak bo'ladi. Inshaalloh mana shu bizni boshlayotgan YouTube'dagi vlogimiz shu katta nimasi bo'ladi. Proyektlarni boshlashga sababchi bo'ladi. O'zimizni shaxsiy rivojlanishimizda ham ancha turtki bo'ladi degan umiddamiz. Xullas, katta narsa manfaat va'da qilmaymiz. Prosta qiziqsanglar, albatta yana kanalimizga obuna bo'linglar, kuzatib boringlar. Bundan keyingi vloglar ancha sifatli, mazmunli, foydali bo'ladi. Eng muhimi o'zimiz uchun foydali bo'ladi. Biz olayotgan foydamizni ko'rib, sizlardan foyda olishga mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Albatta, inshaalloh hozir mana samanlar bilan sizga ko'rgan ketyapmiz. Inshaalloh birinchi lifestyle video qilib boshlaymiz. Inshaalloh keyinchalik hammaga manfaatli, foydali video qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Like bosing va tanish bilishlarga chitir joyda. Yurib gapiring. Bo'pti, ketdik. Xullas, bugun yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'yapti. Birinchi video bo'lgani uchun maksimal ravishda Hozir Ramazon oyi, ro'za tutib olgandek gapirish hozir ozgina g'alati bo'lyapti, chunki yomg'ir yog'yapti, shovqin. Og'zimni ochsam, og'zimga yomg'ir kirib keladi. Ro'zamni chiqarib ochib ketmaydimi? Og'iz ochmaydi. Xullas, bugun vlogimizning birinchi kuni. Muhammad Sodiq do'stim bilan studiyaga ketyapti. Ozgina oldinroq yo'lga chiqib, shu munosabat bilan bahonada ancha bo'luvdi ham kitob olmaganligimizga kitob do'koniga borib. Kitob do'koniga borib, chorsuga tushib kitob olamiz. Undan keyin studiyaga o'tib, studiyada gaplashamiz. Chorshanba kuni soat 11:00 da millionerdan intervyu olishimiz kerak. Birinchi podkastimiz bo'ladi. Bu podkastimizda Ibrohim Xurramov bilan bo'ladi. Shunga addushi tayyorlanib, kitoblarni o'qib va inshaalloh iloji boricha nima bo'ladi? Biznesmen onamga saviyali savollar berish kerak. Saviyali savollar qayerdan keladi? Bilim orqali. Bilim qayerdan keladi? Kitob orqali. Inshaalloh o'zi kitob olgan ketasiz. Kitob qayerdan keladi? Kitob chorsudan. Xullas, yomg'ir yog'yapti. Muhammad Sodiq ham men ham yomg'ir shunaqa yaxshi ko'ramizki, zont taqimiz kelmaydi. Bitta kepka yetadi aslida. Xullas, shunaqa gaplar. Kuzatib boringlar. Ashta zo'r bo'ladi. Yoraveramiz. Birinchi videolarni zo'r bo'ladi, yoraveramiz. To'g'ri, hozir videolarimiz ko'rib turib, bu nima bo'ladi? Cringe deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Bu cringe bo'lishi kerak, chunki bu vlog qanaqadir bomba narsa bo'lmasligi kerak. Bo'lish shart emas, umuman olganda. Prosta biz gapiryapmiz, shu gapirish fikrimizdan rivojlanyapti. Qanaqadir yangi ideyalar kelyapti. Kelyapti. Bu yangi ideyalarga qanaqadir buyuk ancha gapiravering. Qanaqadir buyuk kompaniyalarga asos solishga kichkinagina bir sabab ham bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun shu blogni boshlashga qaror qildik. To'g'rimi? iPhone qo'rib ketdi. Yomg'irda. Bo'pti, darsga kuzatishda davom etamiz. Xo'p, biz 3 yildan beri Toshkentda o'qiyapmiz, Toshkentda yuribmiz. Bizning eng sevimli transportimiz metro. To'g'rimi? Albatta. Avtobus. Hozir mana metroga tushib kelyapmiz. Chorsuga o'tish uchun Persatga bilan boramizmi? Qonsoq? Persat. Paxtakordan Alisher Navoiyga o'tamiz. Sen shunaqa. Qanaqa kitob olamizmi? Qonsoq? Paxtaga o'tishimni 15 minut. Yo'q, qanaqa kitob olamiz sen? Qanaqa kitob? Ko'ramiz, vaziyatga qarab. Moqizi do'ppisi bor ekan. Anjancham aslida. Anjancham yo'q, qoncham. O'zbekcha. The quick interview for Elim.
Quick interview ko'raylik. O'zim. Yo'lga tushib ketyapmiz. Hozir mashina metroda eng yaxshi ko'radigan narsa nima? Metroda nima? Hid yoqadi menga. Ishqilib gusta bo'ldi. Osmonda nima Turamiz ketsin. Degan bir xayrli xabar bo'lsin. Masalan, ishqilib og'zingiz eshitayotgan bo'lsa bo'ladi. Buni montaj qilmasdan berib montaj qo'yamiz, a? Qo'ymoqchimiz bo'ldi. Ha? Qo'yamiz. Ha? Bez montaj bo'ladi. Yaxshiroq olamiz. Tasavvur qilmoqchi. 10 yildan keyin sizlar meni tortib ketganmiz. Yat bo'lib. Zo'r gapiramiz, zo'r kommunikatsiya qila olamiz. Communication shu zo'r. Qilish, simirdan. Maqsad. Asl videoni ko'ramiz. Qo'ying, bezmantaj videoni. Qasa qilib qilamiz. Kameralarga inshaalloh. Metro keldi. Metroga chiqyapmiz. Hozir kitob do'koniga kiryapmiz. Yo'lovchilarning o'tishi uchun bo'shatib qo'yishingizni va metropoliten qoidalariga Transmenda tushganda o'sha Aydiga imtihon topshirib kelganimiz amakim bilan tushgan. Shunda boshqa tushunadigan. Hozir. Men ham birinchi shu imtihon topshirgan ekanman. Nima oldi? Fotoapparat. Mustagan. Masalan, metrodan tushdik, qayerga boramiz? Qayerga boramiz? Tarafdan. Nihoyat olyapsiz. Nihoyat topib ketdik. Xullas masalan, chorsuga yetgandik, kitob olishimiz kerak. Nima kitob bozori ochilganda, masalan, qadimiy bir bozor. Biz bundan boshqa taniqli bozor bo'lmasa kerak. Kitob sotish. Ha. Qani keldik. Masalan, nomda pulga urdi aslida. Kelishimiz bilan. Ramazon oyi. Necha pul ekan aslida? So'ra. Xafa bo'lmaysizlar. O'zi odatda juda jiddiy bo'laman uni
Ashnaqa zo'r do'stingiz bo'lsa siz ham mazza qilib kelasizda borib. Zo'r. Cringe voqealar juda ham zo'r ko'p bo'ladi. Chinnilar o'zi ana yaqinda o'zi bir yaqiningizda yurganingizda hali ichingiz oziladi, nima bo'ladi? To'ppa-to'g'ri. Ana boshqalardan oldin obraz yasangiz uchun jiddiy bo'ladi. Bu mashina zo'r ekan. Shuncha bitta olib. Jiddiy bo'lib qanaqa Voy, telefon. asaga yurib Mashina yorug'lik zo'r chiqdi qarang. Xullas, ikkita tupoy blog boshlanadi. Yo'q, kesvoramiz. garri bilan Aytgancha, kesmaymiz kelishiga. mana kesin. Xullas qaranglar, biz blog boshladik. Mukammal bo'lish shart emas, prosta eng muhimi boshladik. Bundan keyinchalik misol uchun zo'r bo'lib ketishi mumkin. Lekin o'sha zo'r bo'lishini baribir boshlash kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Misol uchun hozir duduqlarni qanaqadir to'xta deb To'g'ri, mana masalan makkalar sizda gapiryapti. bo'lgan fikrlar masalan yaxshi yetkazib borolmasa kamera bo'lgan paytda boshqa payt masalan o'ylaysiz lekin baribir kamerani siri bor qanaqa shuning uchun ham fikrimizni yaxshi yetkazib bera olmayotganini ko'rishingiz uchun chunki bu birinchi video inshaalloh sekin urib Inshaalloh. ana video oshgan sari bir fikrlarni tiniqlashi bir ana videoda oldin hayajon yo'qolgandan keyin ana oddiy masalada kamerasiz qanday gaplashgansiz kamera bilan xuddi shunaqa gaplashadigan bir ana ko'nikma hosil bo'lgandan keyin inshaalloh ichimizda bo'lgan hamma fikrni yetkazib bera olamiz. To'ppa-to'g'ri. Agar videoda hali ham shu joygacha ham shu joygacha yetib kelgan bo'lsangiz, hali ham bizga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq subscribe tugmasini bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi cringe videolarimizni birinchi bo'lib ko'rasiz. To'g'rimi, Hamsoq? Inshaalloh. Shu kommentariyaga nimadir yozib qo'yinglar. Ha. Hatto omad yozib qo'yinglar. Negativ yozib yurmanglar. Uyimni yopib qo'yamiz. Qarorchi, hatto bitta oluvchi bo'lsa ham kommentariy yozib qo'ysiz. Negativ yozsalarni farq qiladi. Ya'ni u o'zingizlar bilasizlar, YouTube algoritmida komment, like, podpiska, share, remix porsiyalar ham bo'laveradi agar bu videoda shorts formati ko'rayotgan bo'lsanglar, chunki ko'proq odamlar yetib boradi, ko'proq odamlar bizni cringe videomizni ko'rib, ular ham misol uchun o'zini rivojlantirish uchun anchadan beri boshlamayotgan ishini, blogini boshlashi mumkin bo'ladi. Blogerlikni boshlashimizdan asosiy sabab hayotimiz bo'ladi, emas hashtag post ko'payib ketdi. Ja, bizga ham zo'r emas, ularmi? Xuddi bizga zo'r. Yo, lekin masalan, keyinchalik yaxshiroq qilish niyatimiz bor, yaxshiroq bo'lish uchun lekin masalan biz hozir chiqib o'zimizdan ideal odamni qaysi stol o'tirib olib, o'zimizdan qanaqadir spetsialistni yasaganimiz, oddiy bir mana o'zimiz yoshimizga yarasha shunaqa video qilishga qaror qildik. Lekin shu video olishda jarayonda o'zimizdan o'tamiz, saviyamizdan o'tadi. Inshaalloh bundan saviyali videolar hali oldinda, lekin hozircha shu videoni kuzatishga majburmiz. Bo'pti, endi tezroq kitobga boraylik, yomg'ir ham to'xtamadi baribir. Kitob olish jarayonida davom etamiz. Hozir bittani fishkasini ko'rsatib qo'ying bitta. Xon Sodiq. Oshna nima beradi? Mangami? Bilamiz. Nima bergisi keladi? Olib qo'ydi. Yo'lda, yo'lda. Hozir qizlarni qarang, shunaqa. Peshin namozini o'qib, endi sekin xudo xohlasa kitob do'koniga ketdik. Do'konga ketgandik. Peshin namozi vaqti bo'lib qolgan ekan. Sodiq, qaysi kitob oladigan bo'lyapsiz? Men muqaddima kitobini olyapman, lekin buni to'g'riroq dadam so'rayotganlar, muqaddimasini qiziqayotganda, inshaalloh qadarga sovg'a qilmoqchiman. Menga sotuv bo'yicha ko'proq bilim kerak uchun shu ta'sir psixologiyasidan kitob tanladim. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Zo'r kitoblar bor ekan, o'shda.
o'zi qamar kitob do'konlari ichida nomer 1. Hozir qamarda adminlar Ham ko'radi. eng arzoni ham oqtarayotgan har bir kitobingizni shu do'kondan topsangiz mumkin. Qolgan yetmasa servislarni bo'ladi. Xonasod og'asidan nima kitob oldingiz? Ana tili bilan u Anvar Abduxonim ustoz aytgan Короче, Komediya kun bo'lyapti. Yo'q, bularda oshdan bezmontaj yutib qo'yamiz. Xotir olmang. o'zi qo'yavermay yana. Yo'q, oshdan buni qo'yishimiz kerak. Chunki oshdan hozir xato qilyapmiz-ku. Biz yutib qo'yganimizdan keyin hamma ko'radi oshdan. 147 ta subscribers bor oshdan hozir. Hamma ko'radi, 147 tasi keyin xato qilmaydigan bo'ladi. Hozir O'zi. Ha, keyin uyalib boshqa xato qilmaydigan bo'lamiz. Qanaqa kitob oldin savol berganda o'sha bir Hallomni muqaddima hozir kunda trend bo'lagan kitoblar, ikkinchisi san'at tili haqida insonlarning harakatiga qarab nima fikr o'ylayotganini bilish orqali. Endi bu bir argument, ya'ni 100% to'g'ri deb aytib bo'lmaydi. Bu argument hisobli. Men ta'sir psixologiyasi kitobini Aytsak deb nima deydi? bilmayman. Ya'ni o'sha 70% sotuvga bog'liqda, ya'ni marketing, ya'ni qolgan mahsulot, bu narsalar 30% tashkil qilsa, o'sha sotuv aspekti pasti, ya'ni 70% sotuvga bog'liq. BMW M5 ni motori xullas. Hozir mana OIB bilan o'rikni o'tish yo'lidamiz. Bu Toshkentda eng uzun o'tish yo'li bilan Metrolar bor. 5 minutdan beri o'tadi. Sudiga ozgina qoldi. Sudiga yetib olib, bron qilib, tezroq uyga qaytaylik yoshlar. Tashlasizlar. Biza ertalab 40 minutda uxlaganmiz. Shu bo'yicha. Lekin bugun qanaqadir uchun barakatli o'tgan, uxlamaganim. Ya biz ko'p gapiryapmiz. Вообще слишком bor. Ko'p gapiryapmiz. Lekin maza qildik. Nega maza qildim? Просто 10 yildan keyin bu videoni ko'rayotganingizni bilmadim. O'yin, inshaalloh. Alloh umringizni uzaytirsin. Ali ko'p yashaymiz. Boshqa variant yo'q bizda. Masalan, Alloh umringizni uzun qilmasin, barakatli etsin. Men shu fikrdaman. Ikkalasi ham uzun ham barakatli. Masalan, 100 ga kiring, 150 ga kiring deyishadi ba'zi birgilar, lekin 100 shart emas lekin. shuni aytmoqchiman, 100 ga kirgandan keyin odam kuch-quvvatsiz qoladi, birovni yordamiga muhtoj bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib yashaganda mana shu foydasi yo'q deb o'ylayman. Shuning uchun barakatli bo'lsin umrimiz. Alloh necha yoshgacha 80 yozganmiz. Nihoyat bersetkidan shu oldi. Azizlar, sizlarga ko'zor maslahat berardim, o'zim maslahat berdim. Ana u ijtimoiy tarmoqlar ko'p bo'ladi-ku, motivatorlar. Motivatsiyadan chiqaring endi. Men so'radim. Yordam so'rab kelgan tabibimizni o'zi bemor dedi. Biz ham o'zimizdan maslahatga muhtojmiz. Agar siz Toshkentga kelgan bo'lsangiz, agar siz Toshkentga kelgan bo'lsangiz, siz bitta narsani bilishingiz shart. Nimani? Siz Toshkentga kelasiz. Keling. Assalomu alaykum, charchaysizmi? Assalomu alaykum. Bo'lsa-da, suv yoqdim. Dizayn qilaylik. Shikolatmi, skromni? Skromni. So'rang. Hatto so'rayotganingizni sharmanda qilmaydi. Ustoz oldida uyaltirmaydi.
Ishi zo'r ekan. Zo'r shikara. Dahshat yoqdi borim. Xon Sodiq. Charchadingmi? Gapira olmayman. Uyga qaytyapmiz-a? Yaxshi. Xullas, kitobni oldik. Qayerga bordik yana? Studiyaga bordik. Charchadik. Davolasa mana Samarqandda chorshanba kuni bir IT universitetini asoschisi Jastika yana bir ikkita bizneslari bor. Yaxshi inson Ibrohim Muron bilan podkast bo'ladi inshaalloh chorshanba kuni. Davolasa tez kunda YouTube kanalida kutib qolinglar. Unda cringe videolar bo'lmaydi. Mazax tomosha qilasizlar. Lekin bu cringe videolarni ham mazax qilib tomosha qilib albatta like, podpiska, kommentariya, ishtirishlar ham do'stlarga. To'g'ri mashina? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xon oshdan bugungi kun qanaqa o'tdi oshdan? Yaxshi, uni barokatli o'tib ketdi. Ertalabdan beri shu yuribmiz ko'chada. Ertalab, короче, darsga kirdik. Nimaga? MMga. Yo'lda dars qilgandan keyin shu Samarqandda do'stlar bilan 3 soat, 4 soat Podkast olib ketdi, o'g'ri. Gaplashib. No, hozirgi kunda bunaqa gaplashishlar menimcha odamga baribir qanaqadir boshqacha energiya berar ekan bor. Hamma hozir ijtimoiy tarmoqda reels yurgan payt ichidan qanaqadir o'sha fikrni yetkazib bir yaqin xushchaq nima deydi? Real dopamin. Shunaqa. Gaplashish, o'tirishda gashti bor boshqacha ekan. Undan keyin shu qaytyordik. To'g'ri biz namoz vaqti bo'lib qoldi. Peshdan keyin Chorsuga kitob oldik. Xonsoda muqaddimani oldi, to'g'rimi? Yana qanaqa kitob oldingiz? Muqaddima Tanatlar. Men ta'sir psixologiyasi kitobini oldim. Xohlasa zo'r so'qish o'qisam kerak. To'g'ri to'g'radigan. Короче, 15 million topish kerak. Target yo'qliklar tushdi endi. Bugun kitobni o'qisam, sababini yaxshi qilamiz, natija Allohdan. Sababimizga tushunib qolamiz. Короче, ish zo'r bo'ladi. Hozir uxlab turib, tarovatdan oldin ovqatlanib deb Maxwellga keldik. Xonsodir, Maxwellni nima sizga ko'proq yoqadi? Yangi dasturni fasfudlar unchalik yoqmaydi. Bizga deb kafe, bistrolar sog'lom ovqatlayapti. Shu